Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye de Sıdıkacı Rozo Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyeni sözleşten avval işe gap kılışqa ruhsat kılın, hürmetli vatandaşım. Cungo'da açılgan 19-cı növbetlik partiya qurultayda Reis Xi Jinping'nin yana reis bulup saylanğanlığını təbrikleyman. Şundaqla hürmetli Reis Xi Jinping efendi sizni 10. ayının 27. günü Washington vaxtı cümə günüdə İspaniyanın Kataloniya ülkəsidə, İspaniyanın Kataloniya avtonom rayonida müstaqillik jakarlagan Kataloniya avtonom rayonunun reisi Carlos Puigdemont efendinin bu qitimqi hareketi Kataloniya müstaqillik hareketiga rahbarlik qilib, müstaqillikni g'albi sari jakarlaganligi bilan hürmetli Reis Xi Jinping efendi, men sizni tabrikleyman. Endilikdagi mavzu kelayli. Kataloniya müstaqillik jakarladi. İspaniya hükümeti Kataloniyaga bergan huquqlarni huquq berishga binoan o'tkazib oladigan bo'ldi. Mavzuli xabar 10. ayının 28. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Kataloniya parlamenti haftaning 5-kuni 70 nafar parlament a'zosining istiqlolni yoki mustaqillikni qo'llashi, 10 nafar parlament a'zosining istiqlolga, ya'ni mustaqillikka qarshi turishi, 2 nafar parlament a'zosining huquqidan voz kechishi bilan Kataloniya mustaqilligini ma'qulladi. Yani bir taraftan İspaniya Kengash palatasi huquqqa binoan hukumat asosi qonunining 155 moddasini qo'llanib, Kataloniyada huquq o'tkazib olishni yo'lga qo'ydigan bo'ldi. Kataloniya parlamenti ma'qullagan mustaqillik qarornomasida mundaq ko'rsatildi. İspaniyadan ayrilib, mustaqil bo'lgan yangi cumhuriyet qurib chiqamiz ve başka devletlerinin Kataloniya Cumhuriyetini e'tirof qilishini umid qilamiz. Parlament a'zolari mustaqil bo'lishga bilat tashlab bo'lgandan keyin Kataloniyaning xalq nafsini birlikda tovladi. Kataloniya parlament boshlig'i Soriano mustaqillikka ovoz berishdan burun mundaq dedi: "Biz qonunga asoslanib Kataloniya Cumhuriyeti qurib chiqamiz. Bu davlat bir mustaqil davlat sifatida egilik, huquqliq davlat bo'ladi." İspaniyaning vaziri Rajoy Twitterga chaqiriqnoma yozib, har qaysi taraflarning eg'ir-besiq bo'lishini talab qilib, ham Kataloniyada qonun bilan boshqarishni asliga keltirishni ko'rsatdi. İspaniya Kengash palatasining tasdiqlashiga erishgandan keyin vazir Rajoy ishki kabinет yig'ini chaqirib, konkret yo'lga qo'yib, jumladan hukumatni o'z ishiga olgan holda parlamentni tarqib etish yo'lga qo'ydiganligini, Kataloniya soqchi qismlariga boshqarish huquqi ishlatadiganligini jakarladi. Kataloniya 10. ayının 1. günü mustaqillik uchun referendum o'tkazdi. Referendum o'tkazdi. İspaniya hukumati darhol ifoda bildirib, e'tirof qilmaymiz. Referendum o'tkazish qonunsiz harakat dedi. Kataloniyaning mustaqillik jakarlashi 2014-yili 9. ayda Shotlandiyada mustaqillik uchun tashlangan qadam. Referendum hareketidan biriki mustaqillik masalasi bo'yicha Yevropa duch kelgan eg'ir xarastor. Bo'lib navbati İspaniyada yuz bergan eng eg'ir siyosiy krizisdir.
Assalamu alaikum. Şinjan Uygur Abdunum Rayonunun reisi Şevket Zakir. Parlament başlığı Emir Baqi Efendiler. Bugün Garp Devleti İspanya'dan ayrılıp çıkıp Kataloniya müstakillığını jakarladı. Kataloniya parlamenti Şinjan Uygur Abdunum Rayonluq parlamentinin darvazasını çekti. Sizning parlamentinizda tangdin to'lisini Xitoy ko'chmanlari egalleydi. Xitoy ko'chmanlarining Uyg'urning parlamentiga a'zo bo'lib kirib olishi qancha ma'nisiz va qancha ahamiyatsiz bo'lsa, bugun ham shundaqla. Uyg'ur parlamentiga kirib olgan Xitoy ko'chmanlarining nima deyishi va nima demasligi şunçilik ma'nisiz va şunçilik ahamiyatsizdir. G'ayrat qilinglar, Shavkat Zakirov va Emir Baqi Efendilar. Az bo'lsanglar, huquq to'g'rida, huquqiy munosabatlarda yetim qolsanglarmi? G'ayrat qiling, Shavkat Zakirov, Emir Baqi Efendilar. Huquq va munosabat to'g'rilari tajovuzchi Xitoy gubernatori millat yasab chiqqan huquq va munosabatlar to'g'ridir. Bu vatan Uyg'urning vatanidir. Bu tuproq Uyg'urning zaminidir. Deydi 21 million Uyg'ur xalqi. Shunga bu vatanda bir Uyg'ur so'zlisimi, Uyg'urning so'zi so'z, Uyg'urning so'zi hisobdir deydi. Bugun 21 million Uyg'ur xalqi.